AI, ya'ni sun'iy intellekt qanaqa qilib tez rivojlanib, oddiy hayot tarzimizga singib ketayotganini siz ham sezyapsizmi? Yaqindagina eslang, sun'iy intellekt, ChatGPT'lar faqat tekst formatda bo'ladi. Yozardik, javob berardi. Uni Google o'rniga ham ishlatardik. Google'da qidirmasdan bu yerda qidirardik. Hozir esa rasmlar yuklashi mumkin. Bu bizga video ham chiqarib beradi. Bundan tashqari juda ham ko'p yangiliklar bor. AI, ya'ni sun'iy intellekt o'sib bormoqda va bu o'sib borishda juda ham ko'p muammolar bor va juda ham ko'p yaxshi tomonlari bor. Muammolar nimadan iborat? Ishsizlik ko'payib boradi. Ishsizlik ko'payib borganda nima olib keladi? Oxir-oqibat meni o'zim talqinim shunday iboratki, hozir kompaniyalar 2000 ta sotrudniklardan bo'shatib, o'rniga 200 ta qoldiradi. Keyin 100 ta qoldirishadi. Shunaqa qilib, investorlar uchun boshida yaxshi. Nega? Eshitdinglar? Sotrudniklar bo'shasa, oylik maoshi kamayadi. Ya'ni 1 million oylik tarqatayotgan bo'lsa, endi 200 ming tarqatadi. Qolganini daromad sifatida o'tib ketadi daromadga va daromaddan investorlarga pul keladi. Zo'rmi? Zo'r. Hozir investorlar afsuski xursand va zo'r. Ishdan bo'shatishyapti, odamlar nima bo'lyapti? Oxir-oqibat bizga o'tish pul oylik o'rniga. Lekin keyinchalik nima bo'ladi? Bir chuqurroq fikrlab ko'rganmisiz? Qaranglar, keyin shu daromad ololmayotgan insonlar, ya'ni bo'shatilgan insonlar, ishdan bo'shagan insonlar nima bo'ladi? Daromadi yo'q bo'ladi. Ishlamayapti. Ishlamayotgandan keyin sotib olish qobiliyati pastga tushib boradi. U sotib olmaydi ko'p narsani. Sotib olmagandan keyin shu ularni bo'shatgan kompaniya narxlari pasayishni boshlaydi, chunki u sota olmayapti ishini. Kimga sotadi? Odam olmayapti, massiva hamma ishdan bo'shadi. Pul yo'q odamlarda. Olmagandan keyin mana bu tovar narxi pastga tusha boshlaydi. Tovar narxi pastga tusha boshlagan nima degani? Sotish kamayadi. Sotish kamaysa, aksiya narxi ham pasayib boradi, dividendlar ham pasayib boradi. Oxir-oqibat investorlarga yomon dividend kamroq kelishi boshlaydi. Mana bu искусственный intellektni agar hozirda gosударстволар to'g'ri, ya'ni hukumatlar to'g'ri qarorlar bilan uni to'g'rilamasa, oxir-oqibat shunga olib kelishi mumkin iqtisodiy nuqtai nazardan. Endi buni yaxshi tomoni nimada? Sun'iy intellekt ishlash uchun juda ham ko'p texnologiya kerak. Yarim o'tkazgichlar, GPUlar, CPU, hamma narsa, mikrochiplar, hammasi искусственный intellekt ishlash uchun kerak bo'ladi. Ichida kumush, oltin kabi metallar ham kerak bo'ladi. Va biz investorlar shundan unumli foydalanib, shuni ishlab chiqarayotgan kompaniyaga investitsiya qilsak, mazza qilamiz. Oddiy Nvidia misolida 2020-yilda hali 12-13 dollar narxlari edi. Va 2025-yilda, 2024-yil oxirida split bo'lmasdan oldin 1200 dollarga chiqib ketdi narx. Qanchalik o'sdi? Shu o'sdi 10 barobar emas, 100 barobar o'sib ketdi. Shu paytda siz bilganingiz 2020-yilda investitsiya qilganingizda ham siz 100 barobar pulingiz ko'paygan bo'ladi. Faqat Nvidia emas, AMD, Meta, Amazon, CMCI, Platform, Broadcom hamma kompaniyalar, искусственный интеллект bilan ishlayotgan kompaniyalar, Microsoft ham ichiga kiradi. Ular ham rivojlanib bormoqda. Chunki ta'minot, искусственный интеллект shu ta'minotlar qilishmoqda. Va aynan shundan biz unumli foydalanib, ularga investitsiya qilib qo'yishimiz kerak. Kelajak искусственный intellektdan. Misol uchun даже oddiy misol Nike olib qaraydigan bo'lsak. Nike kompaniyasi bor, u bozorda bor, fond bozorida, uni aksiyasi sotib olsangiz bo'ladi. Nike kompaniya aksiyasi qimmat emas, zato nima kiyimlar sotsa Nike sizga dividend to'laydi. Mazza, siz sheriksiz Nike. Nike kompaniyasi kiygandir siz kiyimlarni va Nike kompaniyasi nimasi yaxshi? Nimaga men investitsiya qilganman? Chunki u texnologiya tomonda. Hatto sport kiyimlar ishlab chiqaradi. Lekin qaranglar, Google'da birinchi bo'lib kirganingizda ham Nike chiqadi. Lekin hozir ular qarashyaptiki, ko'p odam Google'da emas, ChatGPT'larda, Grok'larda o'tiribdi, ya'ni искусственный intelлект bilan savol javob qilyapti. Oldin insonlar krossovka deb kirizardi, hozir esa aqlliroq bo'lgan insonlar va promptlar yoki nima deb yozishadi искусственный intellektga какие кроссовки помогут мне для бега, если у меня болят колени, misol uchun. Tizam og'riyotganda qaysi krossovka menga yaxshiroq foyda beradi kabi savollar berishadi. Va искусственный intelлект nima deb qidiradi? Barcha kompaniyalar saytidan ma'lumot oladi. Shundan Nike unumli foydalanib, o'zining saytlariga shunaqa zo'r narsa yozyaptiki, искусственный intelлект hamma saytlar ichida ko'rganda Nike ko'radi. Va Nike chiqarib beradi. Nike krossovkalari sog'liq uchun foydalidir ekan. Ko'rsam qanaqa Nike texnologiyada o'zini yaxshi marketing qilishyapti.
qolib ketmayapti hech qayerda. Mana shunaqa kompaniya topsangiz, investitsiya qo'ysangiz, har doim bir pulingiz 2 bo'ladi, barakali bo'ladi. Umuman olganda sun'iy intellekt bilan ishlaydigan har bitta kompaniyaga investitsiya qilib qo'ysangiz bo'ladi. Nega? Chunki talab oshadi iskusiy intellektga. Iskusiy intellekt ko'tarilgan sari chiplarga talab oshadi. Chiplar talab va taklif qonuniga binoan narx ko'tarilishi boshlaydi. Narx ko'tarilsa, shu kompaniyaga foydami? Foyda. Bu kompaniya foyda qilsa, uni aksiya narxi ko'tariladi. Biz esa aksiyasi hozir arzon payt olsak, ko'tarilganini sotamiz. Foydaga biz ham mazza qilamiz, ham undan tashqari sherik ham bo'lamiz. Dividendlar ham to'lab turadi. Endi qanaqa qilib men investitsiya qilganim yaxshi, shunaqa kompaniyalarni qanaqa topganim yaxshi, qaysi broker bilan ishlaganim yaxshi, men ham investitsiya qilmoqchiman, men ham pul ko'paytirmoqchiman desangiz, alohida darslik tayyorlab qo'yganman. Barcha savollarga shu yerda javob olasiz. Aksiya nima, birja qanaqa ishlaydi, broker kim, hammasi tushuntirib berilgan zo'r darslik, mutlaqo bepul. Havolasini pastda qoldiraman, ko'rib olinglar.